Tirnoqlarning qorayishi qo'lda, oyoqda. Mana shu yerda bizda ko'pincha ularni oldirib yoki bo'lmasa qaysidir mazlar bilan yo'qotmoqchi bo'lamiz. Bugun men sizga mutaxassis sifatida boshqa yo'lni tanlashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu zamburug' asosida tirnoqlarimiz sekin-sekin o'la boshlaydi. Ya'ni zamburug'lar daxl qilib o'sha tirnoqlarni o'sishiga qarshilik qilib, ularni qoraytirib, ya'ni o'lik holatiga keltirishadi. Biz esa tirnoqlar bilan ovoramiz. Mana shu yerda sizga boshqa bir yo'nalishni taklif qilgan bo'lardim. Ichingizdagi zamburug'lar bilan kurashing. Ichkaridagi zamburug'lar aynan bizni tirnoqlarimizni, demak mana shunday kasallanishga, sochlarimizni kasallanishiga sabab bo'ladi. Agar tirnoqlaringiz oyoq qo'llarda qorayib, demak qiyshayib, o'z anaqa deformatsiyaga kelib qolayotgan bo'lsa, tezlik bilan Telegram kanalim orqali yoki tirnoq so'zini yozib men bilan bog'lanishingiz mumkin.